Assalomu alaykum, Next hafta gazabonaslar. Bugungi navbatdagi avtomobilimiz Malibu 2 XL varianti bo'ladi. Xudo xolasa buni full komplektida gaz ustanovka qilganmiz, ya'ni Euro 4+ program ustanovka qilganmiz. Cho'tka deb, mashina etib, konkretni etib. Xudo xolasa obzorlarimizni boshlaymiz esa. Mashinamizni pod kapotchasidan ochib olganmiz. Motori 2 litrlik turbina motor bo'ladi. GDI motor. GDI motor bilasizlar 90-10 rejimida ishlaydi. 90% gaz bo'ladi, 10% benzin bo'ladi ag'ala. Xudo xolasa hamma uchun bir qator tushuntirib o'taman masalalar. Elektronikamiz Stack 500 bo'ladi. Xudo xolasa eng zo'ri sinalgan variant bo'ladi. Polska bordini qo'shimchasini Stack FPS qo'yganmiz. Stack Q bo'ladi. Bu yon tarafda 3-chi, 4-sini Stack IC'ni bu yoqqa qo'yganmiz. Shu blok upravleniyangiz mashinalarning hozirgi vaqti ideal yurib turibdi. Equinox XL, Malibu XL olsun, ikkilik turbinali motorlarning hammasini ajratib, cho'tkatib yuritib turibdi. Hech problema bo'lmay turibdi. Benzin injektor, benzinosos kuyish problemalar umuman bo'lmay turibdi. Xudo xolasa konkretni qilib ustanovka qilib beriladi. Garantiyalari bilan. Injektorlarimiz W031 skalasin sport injektor mo'shnab joylashtirib qo'yganmiz. Durishini ko'rib tursa, konkretni olib chiroyli olib chiqqan. Xudo xolasa eng sifatli, eng cho'tki kerak narsalardan qilib berganmiz. Kollektorni shu premye porshana gaz berish uchun ichine liniya tashaladi. Bu ham firma plastik trubkadan bo'ladi. Erik yetmaydi xudo xolasa. Duvayni filtr qilganmiz, bu yana biri, arana biri. 2 liniyali qilib berganmiz injektorimizni. Bu yoqdan ham gaz keladi, bu yoqdan ham gaz keladi. Reduktorimiz sababi 356 kuchli reduktor qo'yib berganmiz bunga. Kumi kompaniyaning original Gold GT reduktorini qo'yib berganmiz, ko'rsamdan qilib. Bir dona gaz ustanovka qilinganini o'sha injektor bilan o'sha filtrdan bilsa bo'ladi. Tak gaz ustanovka qilinganini bilib bo'lmaydi ag'ala. Bu yon tarafda gaz klapani bo'ladi. Ko'rsa, Kumi kompaniyaning original 8lik rozimda bo'ladi. Antifrizlarni premye pechkadan olib berganmiz. Hech muammo bo'lmaydi. Mashinamiz gazda yurganda, qishni kuni, yozda kuni hech qanaqa otkaz etmaydi ag'ala, cho'tka oladi. 90-10 rejimi deganim, bilasizlar, mashinamiz 12-14 litr atrofida 700 km. Bu sistemada 10 litr, 11 litr gaz yesa 100 km, qo'shimcha 1 litr, 2 litr atrofida benzin rasxod qiladi. Endi 1 litr, 2 litr deganimni haydashga qarab, nagruzkada desangizda 2 litrdan borishi mumkin. Agar svobodniy desangizda yarim litr ham yemaydi ag'ala. Shunday sistema zo'r ishlangan, shu blok upravleniyangiz hammasini cho'tkat boshqarib beradi, mo'shkat. Durishini ko'rsa, konkretni qilib berganmiz. Keyin hali salon kulchatalarni qo'ymadik hali, endi ularni obzor etamiz. Mashinamizning bagaj qismiga ko'ribsizlar. Cho'tki rakursda zapaskasini o'rnina moshina etib 47 litrlik ballon joylashtirib qo'yganmiz. Serialdan mohiyat shumcha xizmatlardan qilganmiz. Akkuratni sifatlatib, trubkanamiz termoplastik trubkada bo'ladi. Hammani zo'rindan qilganmiz, xudo xolasa. Kraynikidan turib, ballonlardan, trubkalardan, telerni обязательно germetiklab, suv girmaydigan qilib berganmiz. Bemalol nechik turdagi xizmat kerak bo'lsa, gaz sistemasi, ligrovkami, remontmi, o'zlarimiz hamma narsani bajarib beramiz. Faqat ustanovka emas bizda. Bemalol kelaverasizlar, ishlaringizni chiroyli yakunlab beramiz.